Xitoy saqchilari bu yil 5-oyning 29 kuni Beijingdan tutib kelgan film ishlaguvchi Akram Nurmuhammad 27 oktyabr kuni sotqa chiqarilgan. U sotda o'zining so'roq jarayonida qiyin qistoqqa ilinganligini va yolg'on iqror berishga majburlanganligini degan. Akram Nurmuhammadning ahvolini biladiganlarning muajiratdagi gazeti oshkorlashicha, Akram Nurmuhammad 27 oktyabr kuni Urumchi o'rta xalq sud mahkamasida sotqa chiqarilgan. U terrorlik faoliyatini tashkillash va Sharq Turkiston bo'lgunchi tashkilotiga qatnashish degan jinoyatlar bilan ayblangan. Akram Nurmuhammad sudda o'zi haqidagi ayblashlarni rad qilib, "Men qorong'u uyda 20 kun tutib turildim va qiyin qistoqqa elindim. Men Turkiyadagi cheg'imda hech qanday terrorlik tashkilotga yoki hech qanday siyosiy faoliyatga qatnashmadim" degan. Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasi yaqinqi yillardan buyon xalqaro jamiyatning eng muhim masalalarining biriga aylandi. Chunki Xitoyning yer shari ishlab chiqarish sohasidagi monopolligi Xitoy mahsulotlarining butun dunyoni qoplashini keltirib chiqardi. Natijada taraqqiy qilgan arab dunyosi tabiiy Xitoy mahsulotlarining eng kuchli iste'mol bozoriga aylandi. Kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenz bu yil mayda muhim doklad e'lon qilib, Şinjan paxtasining Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan munosabatli ekanligini yana bir qaytim isbotladi. Dokladda bayqilishicha, garchi Xitoy paxta ishlab chiqarish sohasida mashinalashishni ilgari surgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarni 2021 va 2022 yillari majburiy emgak kuchi yetkash orqali paxta terishga majburlash davomlashgan. Xitoy yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil plani bo'yicha davomlashayotgan Şinjan yaxshi joy nomidagi saxta tashviqotni texmi kuchaytirayotgan bo'lib, bu qitim Qozog'iston, O'zbekistonda naqshi usul, she'r, surat shaklidagi cho'ng tipli teatr Şinjan yaxshi joy nomli adabiyot san'at kechiligi o'tkazishni boshlagan. Tangirtog' to'g'rining xabarda bildirishicha, Xitoy atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati Qozog'iston, O'zbekistonda 11-oyning 5-kunidan 15-kunigacha davomlashadigan naqsh usul, she'r, surat shaklidagi cho'ng tipli teatr Şinjan yaxshi joy nomli adabiyot san'at kechiligini boshlagan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Amerikaning Xitoydan ayrilish orzusining yo'qligini ta'kidlab, iqtisodimizni butunlay ayirish davlatimiz va dunyo uchun iqtisodiy ofat bo'ladi dedi. Xabar qilinishicha, Yellen Xitoyning iqtisodiy munosabatga mas'ul muavin bosh ministri Xi Jinping bilan bo'lgan ikki taraflik uchrashishdan ilgari qilgan so'zida 2 kunlik aloqada mustahkam asos silishni umid qiladiganligini aytdi. Egilinishcha, Yevropa İttifaqı va Xitoy 7-8 dekabr kunlari Beijingda boshliqlar yig'ini o'tkazishga tayyorlik qilmoqda ekan. Ta'minlangan uchurlarga qaraganda, Yevropa İttifaqı komiteti raisi Ursula von der Leyen va Yevropa kengashining raisi Charles Michel 4 yildan keyin Beijing hukumati bilan tunji qitim 100 turani uchrashishga qatnashadi ekan. O'zbekistonning poytaxti Toshkentda o'tkazilgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-navbatlik rahbarlar uchrashishi oxirlashdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sohibxonlik qilgan boshliqlar yig'iniga Turkiya prezidenti Erdo'g'an, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev, Eron prezidenti Ibrohim Raisi, Pokistonning vaqtli bosh ministri Anvarullah Kakar, Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon, Qirg'iziston prezidenti Sadir Jafarov, Turkmanistondan Sardar Berdimuhammadov va Qozog'iston bosh ministri Alixon Ismoilov qatnashgan.